Borsam, mo'ltillab qarab o'tiribdi Yo'q, de. Ko'rmaysanmi? Nimasini aytasan? Badriddin! Hey! Buyoqqa. Yemaysanmi? Hozir boraman. Tasavvur qilsanlarmi? Ey, jim turlaring adam. Jim tur. Alo, assalomu alaykum aka. O'rtog'im mehmon qotdi, hozir boraman. Xo'p bo'ladi. Ha, o'rtoq, tinchlikmi? Kunam kech bo'lib qoldi. Bora qolay, adam chaqiryaptilar. O'rtoq, men ham keta qolaman. Ertaga onamni doktorga olib chiqishim kerak. Ketamizmi, bolalar? Men ham keta qolaman unda. Keta qolaylik. Yaxshi o'tir. Xo'p, o'rtoq. O'rtoq, rahmat. Mayli, rahmat. Bo'pti, o'rtoq, yaxshi qol. Xo'p. Baraka topsin. Zo'r o'tirdik, o'rtoq. Yur. O'rtoq. Bola ham ketishdi. Men ham bora qolay. To'xta. Men bilan ozgina o'tir. Soat 1 bo'ldi, o'rtoq. Ertalab ishga boradigan odamman men ham. Ozgina gaplash iltimos. Agar meni ham mana shunaqa uyim, mashinam, pulim bo'lganida, sen bilan ertalabgacha gaplashib o'tirardim. Bilasan-ku, turgan uyim arenda. Bir kun ishga bormasam oilam och qoladi. Iye. Kimga gapiryapman? Senga gapiryapmanmi? Senda unaqa g'am yo'q, o'rtoq. Hamma narsang bor. To'g'risini ayt. Menga havasing keladi. Havas qilaman. Uyimgacha. Shunda uyga havas qilmay bo'ladimi? Shula. Nima bu? Uyimni kaliti. Hay. Endi oshirib yording. Bunaqasi faqat kinolarda bo'ladi. O'sha kaltingni. Erkak so'zim. Hazildan tashqari beraman. Faqat bitta shartim bor. Xo'p, qanaqa shart ekan? Ota-onangni menga ber. Almashasanmi? Ko'rdingmi? Bermaysan. Sen bo'lsa menga havas qilib o'tiribsan. Meni na otam bor, na onam bor. Hamma meni boy, hamma narsasi bor deb o'ylaydi. Bir pul, bu uy, bu mashina, ota-onam bo'lmasa, menga qizig'i yo'q, o'rtoq. Ota-ona mehriga zorman. Endi savolimga javob ber. Haqiqiy boy aslida kim? Men aslida boy.